Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Navbatdagi sizlarga oshxona mebellarimizni do'kondan obzorini qilishni boshladik do'stlar. Videoda shoshilmasdan oxirigacha ko'rib, o'rnashib olib ko'rsanglar, xudo xolasa oxirigacha narx-navollari, materiallari, nimalar ishlatilganini sizlarga to'liqroq obzorini qilishni boshladik do'stlar. Xo'p, do'stlar, bir chekkadan boshlaydigan bo'lsak, bu ishimiz razmeri kelsak 1.20 ga, balandligi 2 metr. Shu turishi esa metr petriga emas, 1.200.000 so'm mash turishi. Xohlang mebelning rangidan, xohlasangiz bunaqangi maloshning rangidan bo'ladi. Ranglarini esa farqi yo'q. Xohlagan rangingizda o'zingizga yoqqan rangdan qilib chiqarib bera olamiz do'stlar. Xo'p, bu ishimiz razmeri kelsak, bu ishimiz 1.70 ga, balandligi 2 metr. Shu turishi 1.800.000 so'm bo'ladi do'stlar. Nima deyapti? Eshik cheklari fonli plasmassa kronka, osham-oshlari esa vakuumdan bo'ladi do'stlar. Undan tashqari esa menga sal kattaroq bo'lsin deydigan obunachilarimiz esa bunimiz 2 metrga, bu ham 2 metr bo'ladi do'stlar. Shu turish esa 2.300.000 so'm bo'ladi do'stlar. Xohlang chap tomonga, xohlang o'ng tomonga mo'kalari tushadi, lekin mo'kasini puli qo'shilib qoladi do'stlar. 3 metr joyim bor, 2 yuqori bitta ish olsam, xaladenniy bilan to'ladimi joyim deganlarga bunimiz esa 2 yuqorili, bitta xaladenniy bilan 3 metr joyga tushadi. Shu turish esa 2.5 million so'm, 2 yuqori balandligi 2 metr bo'ladi do'stlar. Bunimiz esa 2 metrga, bu ham 2 metr. Shu turishi esa 2.500.000 so'm bo'ladi do'stlar. Bunimizni orqasiga kafel yopishtirib qo'yganmiz do'stlar. Agar yo'q, menga kafel emas, 06 NDFlik deydigan bo'lsangiz, bunimiz bor. Bunimiz esa 2.300.000 so'm bo'ladi. Bu ham 2 metrga 2 metr bo'ladi do'stlar. Bunimiz esa 1.5 million so'm, eniga esa 1.5 metr bo'ladi do'stlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa sizlarga arzonini qilishni boshladik do'stlar. Bunimiz ham 2 metrga 2 metr, rangi o'zgaradigan bo'lsa, puliga ta'sir qilmaydi. Xohlang bunaqangi mebelning rangidan, xohlasangiz bunaqangi maloshning rangidan, ranglarini esa xudo xolasa umuman soni cheklanmagan, xohlagan razmeringizda, xohlagan dizayningizda bor do'stlar. Bunimiz esa 2.40 ga, balandligi 2 metr, shu turishi 2.5 million so'm do'stlar. Pagona metriga emas do'stlar. Undan tashqari esa menga sal kattaroq bo'lsin deydiganlarga esa do'stlar, qaranglar, bunimiz esa razmeri 2.70 ga, balandligi esa 220 cm. Shu turishi do'stlar 4 million so'm bo'ladi. Bitta mo'kasini simisitel shoshilkalarning ichiga qo'yib beramiz do'stlar. Mo'kalari ichida komplekt bo'ladi do'stlar. Bunisiga esa duxovka, gaz, dimoxodlarning ham joylari bor. Bularni xohlang o'zimiz o'rnatib beramiz, pulini qo'shib berasiz. Xohlasangiz o'zingiz olib qo'yib olsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Bunimiz esa 3 metrga, yerdan balandligi 220 cm. Shu turish esa 5 million so'm bo'ladi do'stlar. Akril materiali bo'ladi. Orqalari granit, eshigini chekalari plasmassa kronka, osham-oshlari esa vakuum, o'zi yopadigandan, qo'lda qismaydigan yaxshisidan bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Eng qarang. Bularimiz esa balandligi 2.5 metr, uzunasi esa 3 metr. Shu turishi esa 7 million so'm bo'ladi do'stlar. Ayniga profilligini hisobiga bo'ladi do'stlar. Undan tashqari ichlarida svetlariga davr qo'yib qo'yganmiz do'stlar. Undan tashqari orqalari granit, bu yoniga esa mo'kasi, undan keyin robot zona va bega esa gaz dimoxodga jaqilganmiz. 3-etaj antresollari ham 3 xil svetda o'zgarib yonaveradi do'stlar. Shu turishi esa 7 million so'mga, xudo xolasa, Andijon bo'ylab dastlabki ustunovkalarni besplatniy qilib beramiz do'stlar. Aytilayotgan narxlar Andijon viloyati bo'ylab dastlabki ustunovkalar besplatniy, boshqa viloyatlarga esa arzonroq shopir gaplashib beramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ishlarimiz xudo xolasa soni cheklanmagan. Bemalol xudo xolasa pastdagi nomerlarga telefon qila olasizlar. 2 metrlarimizni mokrisdan deysizmi, mana serisidan deysizmi, xudo xolasa ranglarini, xudo xolasa turma-tur xohlagan rangingizda, xohlagan dizayningizda bor do'stlar. Bunimiz esa 2.40 ga, yerdan balandligi 220 cm. Shu turishi 3.500.000 so'm bo'ladi do'stlar. Mo'kasini puli qo'shilib qoladi do'stlar. Undan tashqari 3 metr joyiga menga to'la bo'lsin deydiganlarga esa bunimiz esa 3 metr, bu yoniga esa shkaflarni qo'yganmiz, tepasiga esa polka qilib dasturxon charchalaringizni taxlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Orqalari esa kafel, chaynak pelaliklaridan, kofelardan chiroyligidan qo'yib qo'yganmiz do'stlar. Shu turishi esa 5.5 million so'm bo'ladi do'stlar. Mo'kasini qo'yib beramiz bunisini do'stlar. Undan tashqari menga mana qasal gulliroq narsa, ruchkalarni ham neobычный bo'lsin deydiganlarga esa do'stlar bunimiz bor. Bunimiz ham 3 metr bo'ladi do'stlar. Bunimiz bo'yi yerdan balandligi 2.30 ga chiqadi, uzunligi 3 metr, rossiyskiy starchinsa, orqalari granit. Shu turishi do'stlar 6 million so'm. Bonusiga qarang do'stlar, bitta to'rtburchak mo'kasi, tepasiga esa bunaqangi shoshilkasini bonusiga qo'shib beramiz. Andijonda o'zida bo'ladigan bo'lsa, olib borib ustunovka ham qilib bera olamiz do'stlar. Boshqa viloyatlarga bo'lsa, arzonroq shopir gaplashib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, video tagida nomerlar qoladi, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Shunaqa mebel istab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar do'stlar.